Xscan antiradarlarini ma'lumot bermoqchimiz. Qanaqa ishlaydi, qanaqa modellari bor. Bizda Xscan Airmax modeli faqat antiradar, ikkita LNA lik. Ikkita LNA deganda o'zi ikkita usilitilli bo'ladi. Yangi chiqayotgan antiradarlarni o'sha beradi. Bu haqda ma'lumot beradigan bo'lsak, Xscan Airmax modeli indamas 3 oyoq, statsionarni tepadagi radarlar hamma radarlarni ushlab beryapti. Bugungi kunda 2 yil garantiyasi bor. Bularga дополнительный Xscan 77 Hz da ishlaydigan, ekin patrulli ushlaydigan anaqasi bor, moduli bor. Bu tegiga qotiriladi. Tegiga qotirilgandan keyin bu ekin patrulli ushlab berish uchun. Mana agar masalan xohlaganlar radar o'zini olsa ham bo'ladi. Agar дополнительный oladigan bo'lsa, bu ekin patrulli uchun. Bu yerda Wi-Fi обновленияsi bor. Через hotspot обновление qilsa ham bo'ladi telefon orqali. 2 yil garantiyasi bor. Servis center, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Xudo xolasa pulinglarga achinmaysizlar degan umiddaman.